og'ir soqoli toshlar bilan bir tomosha qo'yib boradi. Har bitta tosh fikrali toshlar, fikrali toshlar chiqib davraga katta bo'lmoqda. Sen o'zbekning shuhratsan, Qorabayi. Sen yigitning davlatsan, Qorabayi. Sen yelling savlatsan, sen Allohni rahmatsan. Hala, hala. Sen Allohni rahmatsan. Ketdi. Ovozini esdan chiqarma. Quyida qarshilarga. Ana yana e'tibor bering. Toshlar bilan tanishib oldi bola. Endi toshlar bilan tanishib olgan bo'lsa, mana shu yerda yablishga degan o'yinlar bor. Yana har bitta tosh bilan har xil maqomida o'ynaydi. Faqat polvonlarga xos tomosha bo'lyapti, lekin polvonchasiga bir qarshilik eshitilmayapti. Qara. Ha. Bu mahallada ham qarshilik tugaganmi yo uyda qolib ketganmi? Ovoz bilan to'g'ri bilan cho'lib bitta qarshilik qara. E'tibor bering, qarshilaringiz bor uchun ko'ramiz. Bola yuragiga tomosha ko'rsatib boradi, yuragida qarshilik bitta. Yablishadigan o'yinlar bor, yablish holatda bir tomosha bo'lsa. Ko'ring tomosha bor, yakkami yakka degan o'yinlardan qani ketdi. Hey, qara. Zo'r bo'ladi. Voy, keda qarshilarga. Hey, qara qarshilar. Qarshida to'yni so'm keladi. Zo'r bering. Birga to'yni beradi. Voy. Ellik to'y so'yadi. Hey. Yurtga to'yni Keda qarshilarga. Bravo. to'yni so'yadi. Ha. Ana yana e'tibor bering. Toshlarda polvon ag'dam-baqa o'ynatyapti, irg'ityapti. Gumon bo'luvchilar bor. Gumon qiluvchilar albatta bor. Bu toshlar 30 kilodan chiqmaydi, 8 kilolik va 16 kilolik deb o'ylash mumkin-da. Mana shu yerda ishonmagan akalarimni bir dona akamizni chaqiramiz. Kim chiqadi yordamga? Sizlarni chiqarib berga uyaltirib qo'ymaymiz yoki bo'lmasa sharmanda qilib qo'ymaymiz. Faqat toshlarimizni bir tekshirib berish maqsadida chaqiramiz. Bolalarga siz keling. O'rtada turibsiz. Keling, biroq yordamga. Siz. Siz aqaga qarayotmang. Siz kelavering o'zingiz aka.